Kokdan ohista inib kelayotgan qor parchalari zaminga yaqinlashishi bilan oz shiddatini kuchaytirayotgandek tuyuladi. Ohista esayotgan shamol ta'sirida vokzal qarshisidagi do'kon oynalariga, poyezdlar salobatidan larzaga keladigan temir izlarga shiddat bilan urilayotgan qor qahraton davom etayotganligi tufayli yaqin kunlarda erib ketmasligini bilgandek ma'yus jilvalanadi. Bir necha daqiqadan so'ng vokzalga kirib keladigan poyezdni kutayotgan Jamol barmoqlaridagi sigaretdan chiqayotgan tutunga qarab xayol surardi. U shu kunlarda aqlini o'girlagan, xayolini band etgan qiz haqida o'ylardi. U bilan o'tkazgan oqshomlarini unutolmas, visolning ishq olovini susaytirishi haqidagi gaplarga ishonmas edi. Endilikda uning bu qiz bilan uchrashishi avvalgidek oson bo'lmasligi mumkin. Negaki Jamolning yoniga oyisi Samiya kelmoqda. Jamol uning yolg'iz farzandi bo'lib, hayoti yaxshilangan, ishlari muvaffaqiyatli davom etayotgan bir paytda unga gamxo'rlik qilishni istaydi. Samiya yaqingacha Jamol yashayotgan olis shimoldaho katta shaharga kelib yashash haqidagi o'ylarga beparvolik bilan qarar edi. Biroq ayrim sabablarga ko'ra ishini tashlagan, o'g'lidan boxabar bo'lish, hayotini biroz qiziqarli qilish maqsadida bu yerga kelmoqda edi. Nihoyat temir izlardagi shovqin to'xtagach kishilar vagonlardan tusha boshladilar. Oz vagonidan ohista tushib kelayotgan, sovuq havo hamda biroz hayajon ta'sirida qizarib ketgan Samiya ko'rindi. Samiya o'zini ochiq yuz va samimiy kayfiyat bilan kutib olgan o'g'lini quchib opdi. Farzandining avvalgidan ham ko'ra ko'proq ulgayib qolganini, havas qilsa arzigulik yigit bo'lganini sezib mamnun bo'ldi. Sardor oyisini o'zi yolg'iz yashaydigan kvartiraga boshlab kelganida atrofga qorong'u tushib qolgan, ko'cha chiroqlari yoqib bo'lingan edi. Yolg'iz yashashga qiynalmayapsanmi? Yomas emas. Seni yaxshi kayfiyatda ko'rganimdan xursandman. Men ham. Jamol Samiyaning yolg'iz farzandi edi. Uzoq yillar avval eri bilan ajrashgan Samiya o'g'lini o'zi tarbiyalab ulgaytirdi. Endilikda uning hayoti yomon emasligini ko'rib xursand bo'ldi. Jamol buyurtma qilgan ovqat yetib kelguniga bir necha kundan buyon yo'lda ekanligi tufayli toliqqan Samiya yuvinishni istadi. Vannaga kirib eshikni berkitgan Samiya o'zini endi ancha yengil his qildi. Qiyin kunlar ortda qolganini, o'g'lining kamolini ko'rishini, o'zi ham tasavvur qilmagan baxtli onlardan masrur bo'lishini sezgandek bo'ldi. Vanna togorasiga shovullab oqayotgan iliq suvga qarab yechina boshlagan Samiya ohista harakat qilardi. U yaqinda 43 yoshga kirdi. Bu yosh uning husnini kamaytirmagan, balki latif qomatiga, so'z bilan ta'riflash mushkul bo'lgan latofatiga yanada ko'proq nazokat qo'shgan edi. Yelkalaridan pastga tushib turgan qora sochlari biroz to'zgigan, anchadan buyon tortilmagani, silanmagani uchun yanada sirliroq ko'rinadi. Boylarning biroz pastroq ekanligi Samiyaning husniga yanada husn qo'shgandek bo'ladi. Uning tor yelkalari, kulib turadigan nafis yuzi kishining zavqini keltiradigan darajada go'zal. Piyoladan sal kattaroq, kattakon olmaga o'xshaydigan olmalar ancha tarang. Emdirishga, tishlanishga va ezgilanishga tayyor bo'lgan bu olmalar anchadan buyon o'z sohibini topgan emas. Samiyaning yumaloq durkun orqalari qadam tashlaganida ohista silkinadi. Uyalganidan yerga qarab turgan somsa aqldan ozdiradigan darajada go'zal. Keyingi bir yil Jamolning hayotini ancha o'zgartirib yubordi. U yilning 3 faslida sovuq bo'ladigan shu olis shaharda ushbu kvartirani ijaraga oldi. Endilikda uning maishatlari ko'paygan, ko'plab ayollar bilan shakarguftorlik qilishga ulgurgan edi. Jamol endilikda go'zal va latofatli bo'lgan hech bir ayolga e'tiborsiz qaray olmas, u bilan vaqtchog'lik qilish haqida o'ylardi. Xonalar issiq bo'lganligi uchun bir ko'ylak lozimda bo'ladigan oyisining yurish-turishi, o'zini tutishi e'tibor bermaslikka qanchalik intilsa ham Jamolning diqqatini o'ziga tortaverardi. Samiya o'zini qo'rqitadigan, qattiq hayajonga soladigan ishlar sodir bo'layotganidan hayajonga tushgan edi. U oyoq uchida yurib oshxonasiga bordi, eshik yonidagi divanga ohista o'tirdi. Jamolning xonasidan o'sha ayolning baqirishi ovozi eshitila boshlaganini eshitib xavotirga tushdi. Samiya o'zining qo'rquvini, istaklarini va xayollarini jilovlashga ojizlik qilayotganini yaxshi anglardi. Bir lahzada bu yerlardan uyga qaytib ketish haqida o'ylasa, boshqa tomondan o'g'lini maishatlar ichida, begona ayollar quchog'ida qoldirib ketishni istamasdi.
U o'g'lini rashk qilayotganini, boshqalardan qizg'onayotganini tan olishni xohlamas, ayni paytda o'z farzandi bo'lgan bu kelishgan yigitni jilovlay olmasligini ham bilardi. Narigi xonadan kelayotgan tovushlar yanada avjiga chiqa boshladi. Samiya o'zini qo'lga olishni istamas, nimalar bo'layotganini o'z ko'zi bilan ko'rishni xohlardi. Uning qiziquvchanlik hislati va yana boshqa allaqanday nomsiz hislari o'sha manzara tomon qadam tashlashga undardi. U tobora ko'proq qaltirar, eshik tomonga qadam bosayotgan oyoqlarining titrab, holsizlanayotganini his qilardi. Samiya eshikni qiya ochib ichkariga mo'ralaganida kresloga tonqayib turgan o'sha ayolni orqasidan turib o'sha joyga itarayotgan pahlavon o'g'lini ko'rdi. Qalin sonlari, baquvvat yelkalaridan kuch yogilib turgan Jamol ayolning nozik o'sha joy qoqdi. O'g'lining qattiq siltab qilgani ko'rgan Samiyaning tizzalari dagdag titrardi. Samiya borgan sari holsizlanar, eshik qarshisida o'zini bir daqiqa emas, balki bir soat tik holatda turgandek sezardi. Almashtirish uchun o'rnidan siljigan ayolning Jamolga so'zlay boshlagani Samiyaning diqqatini o'ziga tortdi. "Jonim, narigi xonadagi ayol kim? Chaqirganingizda kelsam. Nega boshqa ayol olib keldingiz?" Aroq va ayol bergan lazzatdan sarmast bo'lgan Jamol atrofga mag'rurlik bilan termulardi. "U ayol meniki. Sen ketganingdan keyin uni qoqaman." Samiya qaltirab qoldi. U tarsaki yeganday dovdirar, nima qilayotganini, nimani o'ylayotganini, nimani his qilayotganini ilgay olmasdi. O'z xonasiga qachon qanday qilib borganini ham fahmlay olmadi. Divanda cho'zilib yotgan Samiya qancha vaqt yotganini taxmin qilolmadi. Telefoniga qaraganda oradan bor yoki yarim soatdan ko'proq vaqt o'tganini, hali kun botmaganini angladi. O'rnidan turib yuzini yuvish uchun vanna tomonga borar ekan dahshatga tushdi. Vannadan Jamol yuvinib shortikda holatda chiqib kelar, uning santimetrlar atrofidagi yogon, qizg'ish banani dikkayib turardi. Samiya banan dikkaygan bu kuchli erkakning o'z o'g'li ekanligini bir lahza o'ylaganida larzaga kelar, bundan o'zi sezmagan holatda biroz faxrlanar ham edi. U o'g'lining qilam degan gapini eslab asabiy titrar, ayni paytda uzoqlashib ketish uchun o'zida kuch topolmasdi. Jamol Samiyaning ko'zlariga tikildi. Bu bilan uning qalbini anglashga urinar, imkon bo'lsa, bu qalbni o'ziga sevdirishni xohlardi. Shu daqiqada bu ayolni qilishga olishiga to'liq ishondi. Uni tagiga bosishiga, nozlantirib qo'yib qilishga qattiq ishondi. Nihoyat Samiya kuch topib xonasiga yo'l oldi. Jamol ham uni xayollari bilan yolg'iz qoldirishni xohlab o'z xonasiga ketdi.